aziz do'stlar. Bugun biz sizlar bilan yo'g'on ichak kasalliklari va imенно ich qotishi, kolestas to'g'risida gaplashamiz. Hozir ko'pchilik terapevt, gastroenterologlar har xil preparat, dori, darmon va tabobat masalasida ko'pchilik rekomendatsiyalar berishyapti. Ularning tavsiyasi shundaki, ich kelishini yaxshilash masalasi turibdi. No, ich qotishida, uzoq muddatli ich qotishida asosiy sabablardan biri nerv hujayralarida tolalar bilan ta'minlanmasligi va uni boshqarilmasligi aslida tagida yotadigan narsa. Demak, birinchi yegan ovqatimiz qizilo'ngach, oshqozon, oshqozondan keyin bu ingichka ichak sistemasiga o'tadi. Mana ingichka ichakda, demak, yegan ovqatimiz bu oshqozonga tushgandan keyin bu ma'lum miqdorda kislota va fermentlar bilan обработка bo'lgandan keyin ichakda hazm qilinadigan ovqatlarimiz asosan jigardan ishlab chiqariladigan safron va oshqozon osti bezini suyuqligi bilan birga qo'shilgan holatda ichakda hazm qilish jarayoni boshlanadi. Hazm qilish ichakda asosan tepa qismida boshlangandan keyin pastki qismlarida bu so'rilish jarayoni boshlanadi. Endi yo'g'on ichakda sizlar bilasizlarki, bu axlat formirovatsiya qiladi, ya'ni yegan ichgan ovqatimizni chiqindi mahsulotlari именно yo'g'on ichakda formirovatsiya qilishni boshlaydi. Demak, yo'g'on ichakka bu hazm bo'lgan ovqatlarimiz o'tgandan keyin aksariyat holatda bu joyda suv so'riladi. Eng katta miqdorda suv so'riladigan joy bu yo'g'on ichak hisoblanadi. Demak, undan tashqari yo'g'on ichakda mikroflorasi bor. Bu mikroflora o'zimizga kerakli bo'lgan vitaminlarni va boshqalarni ishlab chiqarishda xizmat qiladi. Yo'g'on ichakka biz aytdikki, bir nechta qismdan iborat. Ya'ni taqasmon qismi birinchisi, sizlar biladigan eng ko'p uchraydigan bu o'tkir appenditsit deymiz. Bu ko'r ichakda joylashgan qism, boshlang'ich qismlardan. Mana shu joyda bizda appenditsit deb aytiladi. Bu rudimentar organ, ya'ni odamzodga kerak bo'lmagan a'zo hisoblanadi, rudimentar deyiladi bu narsani. Bu narsa vaqtida yallig'lansa, agar o'tkir appenditsit olib keladi, buni olib tashlasa bo'ladi. Birinchisi ko'r ichak va ko'tariluvchi chambar ichak. Mana ko'tariluvchi ichak, ko'ndalang chambar ichak. Pastga tushuvchi chambar ichak. Mana undan keyin sigmaga o'xshagan sigmasimon ichak va oxirida to'g'ri ichak. Mahsulotlarimiz bu ichaklardan o'tgandan keyin to'g'ri ichakda yig'ilgan holatda bu tashqariga chiqariladi. Endi demak, yo'g'on ichagimiz o'zi ko'r ichak, ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak, pastga tushuvchi va sigmasimon ichak, ya'ni 5 ta qismdan iborat bo'lsa, bu to'g'ri ichagimiz bu alohida qism hisoblanadi. Demak, umumiy hisobda 6 ta qismdan iborat ekan.